Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan darsligimizni davom etamiz va biz o'tgan darsimizda sizlar bilan debyutning asoslari to'g'risida gaplashib o'tgan edik. Bugun esa shaxmat partiyasining ikkinchi qismiga o'tamiz, ya'ni o'rtadagi bo'lib o'tadigan Mittelspiel deb nomlanadi. Birinchi qismi debyut, ikkinchisi Mittelspiel va oxirgisi uchinchi qismi endi Endspiel bo'ladi. Bugun sizlar bilan aynan Mittelspiel to'g'risida gaplashib o'tamiz. Mittelspiel nima degani? Bu o'sha debyut tugagandan keyin, debyut qismi partiya tugagandan keyin darhol Mittelspielga o'tib ketadi partiya. Xo'p, Mittelspielni yaxshiroq harakat qilish uchun, o'ynash uchun avvalambor shaxmatda o'ziga xos yarasha hisob-kitobi bor, ya'ni har bir figuraning o'z qiymati bor. Mana shu narsalarni yaxshi bilib olish kerak va hisob-kitobga yarasha o'yinni olib borish kerak bo'ladi. Misol uchun hisob-kitob aynan mana bu piyodadan oladigan bo'lsak, aynan shundan olinib hisob-kitob qilinadi. Bitta piyodaning qiymati misol uchun, chunki piyoda eng past qiymatga ega bo'lgan figura hisoblanadi doskada. Xo'p, bitta piyodaning qiymati o'ziga yarasha bitta qiymat misol uchun. Har bir figuraning qiymati esa misol uchun ot hamda filning qiymati 3 ta piyodaning qiymatiga teng hisoblanadi. Xo'p, buni bilib oldik. Xo'p, ruhning qiymati esa ikkita ruhning qiymati esa 5 ta piyodaning qiymatiga teng hisoblanadi. Ya'ni ruh ot hamda fildan narxi qimmatroq hisoblanadi va albatta bu bekorga emas, chunki Endspiel holatiga kelganda aynan yoki Mittelspiel holatida ham balkim ko'pincha ruh o'zini kuchli holatini baribir ko'rsatadi. Ya'ni ot bilan filni mana bu ruhga alishtirish yaxshi hisoblanmaydi, chunki arzonroq narxga berib yuborgan bo'lasiz. Ya'ni balki baribir pozitsiyaga qarab bir xil holatda jertva ham qilish mumkin va pozitsiyani inisiativa degan narsa bor, shuni qo'lga olish mumkin. Xo'p, endi bizning do'skamizning eng qimmatbaho bo'lgan figura albatta bu fers hisoblanadi. Fers hamma figuradan kuchli va uning qiymati ham albatta o'ziga yarasha. Fersning qiymati o'z odatda 9 ta piyodaga baholanadi, lekin shaxmat doskasi 8 ta piyoda bo'lganligi uchun 8 ta qiymat deb ko'rsatadi ko'p holatlarda, lekin fersning qiymati mutaxassislar tomonidan 9 ta, balkim bir xilga mutaxassislar balkim 10 ta ham deyishgan. Xo'p, fersning qiymatini ham bilib oldik. Xo'p, endi Mittelspielni o'ziga yarasha qonun-qoidalar bor. Mittelspiel o'zi ikki qismga bo'linadi: taktika hamda strategiyaga. Xo'p, buni ham bilib oldik. Xo'p, Mittelspielda yana bir holatlar bor, figuralarni almashtirish yuzaga keladi. Bu tabiiy holat, partiyada figuralar bir-birini uradi va raqiblar figurani almashtirishga to'g'ri keladi. Xo'p, biz endi mana shu qiymatga qarab figuralarni almashtirishimizga to'g'ri keladi va holatga qarab albatta. Ruh hamda fersni biz bildikki, juda ham qimmatbaho figuralar hisoblanganligi uchun mana bu ikkita yengil figuraga alishtirish ularni yaxshi hisoblanmaydi. Albatta, yana o'sha holatga qarab, taktikaga qarab, strategiyaga qarab yana o'yin davom etiladi. Mana bu ikkita qiymati bir-biriga teng bo'lgan figuralar esa albatta almashtirish mumkin, lekin bu ikkita figura ham o'ziga yarasha har xil holatda bir-biridan kuchli hisoblanadi. Ba'zi bir holatlarda fil otdan kuchli, ba'zi bir holatlarda esa ot esa fildan kuchli hisoblanadi. Mana shu narsa to'g'risida hozir birgalikda gaplashib o'tamiz va pozitsiyaga qarab tushuntiramiz. Biz bilamizki, fillar mana bu diagonal bo'yicha yurishadi va o'zini rangi bo'yicha harakat qiladi. Ya'ni oq katakda bo'lsa oq katak bo'yicha yuradi, qora katakda bo'lsa faqat qora katak bo'yicha. Otlarning ham yurishi o'ziga yarasha ajoyib tarzda va bir qarashda juda ham tushunib bo'lmas, balkim ko'p holatlarda ko'rinmay qoladi buning otlarning yurishi va albatta ko'p holatlarda vilkalarga tushib qolish mumkin bo'ladi. Xo'p, bularni ham bilib oldik. Endi keling pozitsiyaga qaraymiz va ot hamda filning qiymati qanaqangi holatda bir-biridan yaxshi yoki bir-biridan kuchli bo'lib ketishini birgalikda sizlar bilan hozir birgalikda ko'rib olamiz. Ekraningizda ko'rib turgan pozitsiyaga e'tibor bering. Mana shu holatda hozir birgalikda pozitsiyani ko'rib o'tamiz. Xo'p, material bo'yicha qiymat ikkala tarafda ham bir xil. Ko'rib turibmizki, faqat qoralarda qoralarda oti bor, oqlarda esa mana bu qora yo'lakli fili bor. Mana shu joyda endi hozir birgalikda ot kuchlimi yoki fil kuchlimi degan savolga javob qidirishga harakat qilamiz. Pozitsiya yopiq holatda.
Mana bu yopiq holatda deganda nazarda tutish mumkin. Mana bu piyodalarni turgan strukturasiga e'tibor beramiz. Mana bu piyodalardan bir-biriga kirishib turgan holati, ya'ni bir-biriga hujum qila olmayotgan va markaz to'laqonli yopiqligiga e'tibor beramiz. Ya'ni markazdan kirishning iloji yo'q. Faqatgina mana bu hozir shoxning qanotidan o'yin davom etmoqda. Mana bu holat esa yopiq holat deb hisoblanadi. Yopiq holatlarda otning kuchi o'z cho'qqisiga chiqadi, ya'ni ot o'zining kuchini ko'rsata oladi. Fil esa o'z navbatida yopiq holatda o'z kuchini ko'rsata olmaydi. Bunga yarasha sabablari bor. Hozir birgalikda bu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, ushbu holatdan chiqarishimiz mumkin bo'lgan narsa otning hozir kuchli holatdagi bilib olishimiz mumkin. Xo'p, misol uchun ushbu vaziyatda oqlar yurish qiladigan bo'lsa, ruhni orqaga olib qochdi deylik. Maqsad mana bu qora otga hujum qilish va uni almashtirish maqsadi. Chunki hozirgi vaziyatda oqlar mana bu otni alishtirish va keyinchalik pozitsiyani yana ham yaxshiroq holatga olib kelish maqsadi bor. Albatta, qoralar bu narsaga rozi emas, chunki uning oti kuchli o'z oqlarning filidan va hozir pozitsiyada aynan ot o'z kuchini ko'rsatib, hal qiluvchi vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun oq qoralar mana bu to'rga tagiga qarab sakrashadi. Chunki mana bu joyda hozir otning joylashgan joyi juda ham yaxshi hisoblanadi va o'z navbatida ot mana bu kataklarga kuch ta'sirini ko'rsatib turibdi. O'z navbatida mana bu kuchsiz bo'lgan piyodaga hujum qilmoqda va mana bu qanotda hozir vilkalar bor hamda shox berishi ham mumkin va o'z navbatida mana bu oq yo'lakli filga hujum qilgan holda oq yo'lakli filning hujumidan ham qochib ketdi. Ushbu vaziyatda fil hozir endi otni olishni iloji yo'q, chunki u ot o'zini oq yo'lakda turibdi, fil esa o'zini qora yo'lakda turganligi uchun oq yo'lakka o'tib keta olmaydi. Albatta buni siz bilan biz yaxshi bilamiz. Xo'p, oqlar nima qilishi mumkin ushbu vaziyatda? O'z navbatida fil darhol otni alishtirishga harakat qilishi kerak. Birinchi navbatda oqlarning bu vazifasi hisoblanadi va o'z navbatida filning turgan holatiga e'tibor beramiz. Fil faqatgina o'zini turgan piyodalariga urilib turibdi va mana bu yurishi mumkin bo'lgan yo'laklarga e'tibor beramiz. Piyoda o'zini piyodasi, orqaga yurishdan foyda yo'q. Bu yoqqa yurishdan balkim yaxshi yurishlardan bittasi bo'lishi mumkin. Mana bu E1 katagiga va o'z navbatida mana bu C1 hamda H6 diagonali bo'yicha faqatgina mana shu diagonal bo'yicha o'z ta'sirini ko'rsatib turibdi fil. Ot esa o'z navbatida mana bu kataklar bo'yicha, yuqorida ko'rsatilgan kataklar bo'yicha juda ham ko'plab muhim bo'lgan kataklarni va figurlarga o'z ta'sirini ko'rsatib turgan holda o'z kuchini ko'rsatmoqda. Albatta, qoralar uchun otni saqlab qolish juda ham muhim va o'z navbatida undan foydalangan holda keyinchalik partiyani g'alabagacha olib borish ham mumkin bo'ladi. Ushbu vaziyatda oqlar uchun hattoki mana bu ruhini ham berish mumkin otiga, chunki ushbu pozitsiyada ot bir qarashda ruhdan ham kuchliroq holatda bo'lishi mumkin. Mana bu yengil figuralar o'z navbatida shunaqangi kuchga ega bo'lishi mumkin pozitsiyada, hattoki mana bu ruhdan ham kuchli bo'ladi va ba'zi bir holatlarda ruhini ham berishga to'g'ri keladi yengil figuraga. Qoralarning oti esa o'z navbatida mana xohlagan katagi bo'yicha yurishi mumkin. Mana shunaqangi yopiq pozitsiyalarda ot aynan o'z kuchini ko'rsatadi va xohlagan katagiga qarab yurish ehtimoli bor bo'lishi mumkin. Fillar esa ushbu holatda faqatgina mana shu o'zini diagonali bo'yicha harakat qilishni va pozitsiyani ochiq holatga kelishini o'z navbatida kutishdan boshqa iloji yo'q va albatta mana bu kuchli ta'sir ostida qolib ketishi ko'p hollarda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu holatni biz tushunib oldik deb o'ylaymiz do'stlar. Aynan xulosa qilib aytishimiz mumkin bo'lgan narsa, yopiq holatlarda ot kuchliroq hisoblanadi. Ochiq holat bo'lsa, endi keyinroq hozir bundan keyin ko'rsatib o'tamiz, fil o'z kuchini ko'rsatadi. Demak, hozirgi holatda qoralarning oti, ya'ni ot mana bu fildan ancha kuchliroq ekanligini siz bilan biz tushunib oldik degan umiddaman. Endi mana bu pozitsiyaga e'tibor berib qarashingizni so'ragan bo'lardim. Ushbu holatda ochiq pozitsiyami yoki yopiq pozitsiyami? Sizlarga savol. Albatta ochiq pozitsiya. Ushbu holatda fillar kuchlimi yoki otlarmi? Albatta fillar kuchli ushbu holatda. E'tibor bering pozitsiyaga. Mana bu holatda ikkita otning turgan joylarini, albatta biroz omadsiz holatda turib qolgan joy. Fillar esa albatta o'z kuchini ko'rsatishni hozir boshlashadi. Mana bu ochiq vertikallarni, liniyalarni ko'rib turibmiz. Albatta shaxmat partiyalarida ochiq liniya hamda yopiq liniya ham ko'p narsani hal qilish mumkin va bu narsaga albatta e'tibor berish kerak. Ochiq liniya deb mana bu ikkita hozir D hamda E liniyasi to'laqonli ochiq, yarim ochiq degan liniya ham bor. Bu mana bu
C liniyasiga tegishli bo'ladi. Chunki mana bu ko'rib turibmizki, oqlarda hozir piyoda yo'q. O'shaning uchun o'z navbatida qorlarda esa piyodasi bor. O'shaning uchun bu yarim ochiq liniya deyiladi, ya'ni chiziq. Xo'p, o'shaning uchun eslab qolamiz, yarim ochiq liniya faqatgina agar bir tarafda piyoda bo'lmasa, mana shu yarim ochiq liniya hisoblanadi. Agar ikkala tarafda ham piyodasi yo'q bo'lsa, bu to'laqonli ochiq liniya hisoblanadi. Ko'rib turibmiz, liniyalar ochiq va albatta mana bu fillarning yuradigan bo'lsa, misol uchun C3 tagiga ko'rib turibmizki, mana bu fillar albatta o'z kuchini ko'rsatib turibdi. Uzoqdan zarba berish imkoniyatiga ega fillar va otlar albatta mana bu holatda biroz passiv holatda qolib ketishi tabiiy holat. Va keyinchalik fers bilan ham o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Mana bu holatda hozir oqlar rux hamda fers va umuman hujum qilish holatda juda ham oqlarda yuqori va ular albatta ustunlikka ega hozir kattakon. Material teng bo'lishiga qaramasdan ko'rib turibmizki, oqlarning hujum qilish imkoniyati juda ham katta va g'alaba qilish imkoniyati juda ham yuqori hisoblanadi. Albatta mana bu ikkita filning borligi evaziga. Ushbu holatda endi qoralar albatta mana bu fillarni aralashtirishga harakat qilish kerak, chunki ustunlik albatta mana bu faqatgina fillarning borligi tufayligina bo'lib turibdi. Xo'p, nima deyishimiz mumkin yana? Nima deyishim mumkin? Ushbu holatda misol uchun qoralar qanaqangi harakat qilish mumkin? Oqlar qanaqangi harakat bilan hozir xavf solib turibdi qoralarga? O'z navbatda mana bu oq yo'lakli fil mana bu F7 katagiga bosim kuchaytirmoqda. O'shaning uchun fers uni hozircha himoya qilib turibdi. Agar misol uchun bu holatda hech qanaqangi reaksiya bermasdan ot bilan oladigan bo'lsa mana bu filni, u holatda ikkinchi fil ham o'z ishini ko'rsatib turibdi. Rux hamda fil mana bu J7 katagiga bosim oshirmoqda va hozir rux bilan olish hamda shoh bilan olish imkoniyati bor. Bu esa juda ham katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin qoralarni. O'shaning uchun albatta ular bu holatda J6 yurishga majbur, chunki mana bu vertikalni yopish kerak bo'ladi. Oqlar esa o'z navbatida o'z ferzini H6 ga joylashtirishi mumkin va keyinchalik mana bu J7 katagida mot xavfini solishi mumkin. O'z navbatida mana bu qora yo'lakli kataklarni juda ham kuchsiz holatda kelganini ko'rishimiz mumkin. Qoralarda shu vaziyatda albatta ferzni aralashtirish taklifini berish juda ham to'g'ri hisoblanadi, chunki hujum bosimi juda ham kuchli va albatta figurlarning almashishi qoralarning qo'liga juda ham yaxshi keladi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi do'stlar. Bu hozir strategik holatlarni sizlarga tushuntirib o'tdim qisqacha qilib. Endi taktikaga ham o'tsak bo'ladi menimcha. Bilib oldingiz degan umiddaman, qaysi holatda otlar kuchli va qaysi holatda fillar kuchli. Va qaysi holatda misol uchun ruhni jertva qilish mumkin, chunki baribir jertva qilishga bir xil holatlar to'g'ri kelib qoladi mana bu yengil figurlarga, chunki ruhdan ham va hujum qilish imkoniyati juda ham katta bo'lganligi uchun, yutqizib qo'ymasligi uchun va pozitsiyani biroz yaxshilab olish uchun hattoki jertvaga ham borish mumkin bo'ladi bir xil pozitsiyalarda. Biz esa keyingi holatga va keyingi narsalarni tushuntirishga o'tamiz do'stlar. Xo'p, endi sizlar bilan biroz taktika to'g'risida suhbat quramiz va tushuntirishga harakat qilaman. Taktika nima degani? Taktika qachonki siz raqibingizdan yoki material yutib olasiz yoki bo'lmasa mot qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Umuman shaxmat o'yini aynan mana shu taktikani hisobiga juda ham jozibali va chiroyli hisoblanadi. Hozir ekranimizda ko'rib turgan pozitsiyaga biroz e'tiboringizni qaratishingizga so'rab qolgan bo'lardim. Mana bu vaziyatda hozir oqlarning yurishi va ular ajoyib bir taktika ijro etishi mumkin ushbu holatda. Maslahatim videoni pauzaga qo'yib, o'zingizlar hal qilishga, yechib ko'rishga harakat qilinglar. Sizlar qanaqangi yurish qilgan bo'lardingiz ushbu pozitsiyada? Men esa ko'rsatishni davom etaman. Ushbu vaziyatda albatta oqlar uchun mana bu fers bilan mana bu C5 katagidagi ruhni urish kerak bo'ladi. O'ylashingiz mumkin, savol berishingiz mumkin, tushunmagan insonlar bo'lsa, nimaga mana bu fersni bitta ruhga berib yubormoqdamiz? Fers qimmat figura, ruhga qaraganda deyishingiz mumkin, lekin ushbu holatda aynan mana shu holatda taktika ishga tushadi. Qoralarda qanaqangi imkoniyatlar bor? Albatta ular agar oladigan bo'lsa, juda ham qo'pol xato. U holda mana bu ruhni E8 ga yurishimiz mumkin va qoralarning mana bu shoxiga mot berishimiz mumkin. Aynan mana shu holatdagina ko'rib turibmizki, shoxni hech qayerga qochib keta olmasligidan foydalangan holda mana bu 8-chi vertikalni kuchsizligidan foydalangan holda mot qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ruhlar mana piyodalarni bir himoya qilib turibdi diagonal bo'yicha, lekin mana bu 8-liniyada kuchsizligini baribir o'z kuchini ko'rsatdi. Albatta, agar oq qoralarda fortichka bo'lganda, misol uchun bu qaysidir piyodasi oldinga surilgan bo'lganda, bu narsa taktikamiz ish bermagan bo'lardi va biz
materialni yo'qotgan bo'lardik shunchaki. Albatta ushbu holatda mana bu ferz bilan olgandan keyin oqlar albatta ular uchun eng yaxshi yurish o'z ruhini orqaga qolib qochish va ko'rib turibmizki, baribir bizning taktikamiz ishlashni davom etmoqda. Biz material yutib oldik ushbu holatda. Mana shu narsa taktika deyiladi do'stlar, eslab qolinglar. Ko'p holatlarda misol uchun tushunmagan insonlar bo'lsa, albatta bu narsani tushunib oldinglar degan umiddaman. Endi kelinglar boshqa pozitsiyani ham biroz ko'rib o'tamiz. Yana ham tushunarliroq, yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun bilib olamiz. Ekraningizda ko'rib turgan pozitsiyani e'tibor berishingizni qaratgan bo'lardim. Xo'p, ushbu pozitsiyada ham bir taktika bor, juda ham chiroyli. O'sha narsani topish kerak. Yana videoni pauzaga qo'yishingiz mumkin va o'zingizlar topishga harakat qilib ko'ringlar. Mana esa ko'rsatishni davom etaman do'stlar. Ushbu pozitsiyada albatta oqlarning yurishi biroz gapirish yozimdan chiqib qolibdi bu yuqorida. Oqlar ushbu vaziyatda albatta eng yaxshi yurish mana bu D4 turgan ot bilan mana bu E6 dagi otni olish kerak bo'ladi. O'ylashinglar mumkin nimasi yaxshi bu yurishni agar bir tushunmagan, ko'rmagan bo'lsanglar, chunki go'yoki bu figurlarning almashishi, lekin unday emas aslida. Oqlar mana bunday keyingi yurish bilan otni J5 ga yurishi mumkin va qoralarning shoxiga hamda ferziga vilka qo'yishi mumkin bo'ladi. Ot bilamizki, mana bu vilka degan narsa, bu aynan mana shu narsa vilka deyiladi. Bilmaganlarga eslatib o'taman. Xo'p, hozirgi vaziyatda endi shohga albatta javob berish kerak. Shohga javob bermasdan boshqa figurlarni harakatga keltirish imkonsiz. Agar bu figura mana shu shoh berayotgan figurani oladigan bo'lmasa yoki uning yo'lini yopadigan bo'lmasa, ot hozirgi holatda ot bilan yo'lga bermoqdamiz. Fez bilan yopishning iloji yo'q, chunki ot bilamizki, hamma figurani rad etadi shoh bergan vaziyatda. Chunki u ot figurani ustidan sakrab yurish imkoniyatiga ega. Va albatta o'sha vaziyatda qoralar o'z shohini olib qochadigan bo'lsa, oqlar o'z navbatda ferzni olishi mumkin bo'ladi va biz ko'rib turibmizki, tekinga hozir otni hamda ferzni qo'lga kiritdik desa ham bo'ladi. Bitta otimiz bilan ferzni yutib oldik ushbu vaziyatda. Agar orqaga qaytadigan bo'lsak, boyagi vaziyatga. Xo'p, ushbu holatda e'tibor beramiz. Hozir joyiga qo'yib olaylik figuralarni. Xo'p, mana vaziyatda agar otni oldik biz ushbu vaziyatda. Xo'p, qoralar qanday yurish qilish mumkin? Ular figurani yo'qotdi. Hozir agar javob bilan oladigan bo'lsa, u holda boyagi yurishimiz shu, ya'ni ot bilan J5 ko'ramiz va yo'lga beramiz. Shuning uchun albatta ferzni yo'qotmaslik uchun ham keyinchalik endi ular ferz bilan otni olishi kerak emas, balkim boshqa yurishni qilishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun misol uchun boshqa yurish qiladigan bo'lsa, misol uchun bilmadim, shohni orqaga olib qochadigan bo'lsa, yilkadan qochgan holda u holda biz otni yana orqaga qaytarib joyiga qo'yamiz va biz shunchaki tekinga bitta otni yutib olgan hisoblanamiz. Mana shu narsa taktikani yana bir nuqtai nazardan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi pozitsiyaga o'tamiz. Mana bu pozitsiyaga ham e'tibor beramiz do'stlar. Hozir yana bir taktik zarba berish imkoniyatiga ega oqlar yana ushbu vaziyatda va oqlarning yurishi yana videoni pauzaga qo'yishingiz mumkin va o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, mana esa ko'rsatishni davom etaman. Ushbu vaziyatda albatta mana bu fil bilan yurish kerak bo'ladi oqlar. Fil uradi mana bu H7 dagi piyodani va shoh berish kerak bo'ladi. Xo'p, o'ylashingiz mumkin agar topmagan bo'lsangiz, nimaga filni piyodaga berib yubormoqdamiz? Chunki shoh hozir olish imkoniyatiga ega filni. Agar oladigan bo'lsa, u holda bizning ferzimiz ishga tushadi va ferzni shunchaki tekinga olib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsizki, mana bu holatda hozir ferz shohga yordam berish imkoniyatiga ega emas edi. O'shaning uchun filni olishga majbur bo'ldi. Yoki agar orqaga olib qochadigan bo'lganda, mana bu kattaki u holda shunchaki balkim mot ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun filni olishga qoralar majbur. O'shandan keyin esa oqlar ferzni shunchaki tekinga olib qo'yishmoqda. Xo'p, boshqacharoq ham vaziyat bor. Ushbu vaziyatda hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Misol uchun shoh mana bu katakda turibdi deylik. Ya'ni D8 da qoralarning ferzi esa mana bu F8 kataga turibdi. Xo'p, mana shu holatda ham topishga harakat qilib ko'ring. Taktik zarbani birgalikda harakat qilamiz va o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring. Keyin esa ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, ushbu vaziyatda yana o'sha fil ishga tushadi. Yana o'sha yashirin shohdan foydalanamiz. Ko'rib turibmizki, hozir ferzimiz shunchaki o'qlangan qoralarning shohiga qarab va biz fil bilan mana bu A6 kadagi turgan filni olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir filni olish mumkin emas. Chunki biz hozir ferzimiz bilan shoh berib turibmiz va shohga albatta javob berish shart.
Ushbu vaziyatda qorlar yoki ferz bilan yopishga to'g'ri keladi, mana bu shoxdan qutulish uchun. Yoki bo'lmasam oti bilan yopishga to'g'ri keladi. Ikkalasidan bitta yoki bo'lmasam shoxini boshqa kataklarga olib qochishiga to'g'ri keladi. Ruhi bilan ham yopish mumkin ekan ushbu vaziyatda. Misol uchun любой bitta yurish biladigan bo'lsa, misol uchun ruhi bilan yuradimi, eng yaxshi yurishlardan bittasi bo'lsa kerak, yoki bo'lmasam otini olib keladi. Mana bu holda biz shunchaki filmimizni orqaga qaytaramiz va biz yana bir figurani tekinga yutib olgan hisoblanamiz o'sha vaziyatda. Xo'p, o'ylaymanki tushunarli bo'ldi do'stlar. Bugungi darsligimiz mana shulardan iborat edi. Xo'p, sizlarga beradigan yana ba'zi bir maslahatlarim bor. Taktika nimaligini ko'rib oldinglar, strategiya nimaligini bilib oldinglar. O'shaning uchun partiyalarda harakat qilinglar. Misol uchun figuralar almashganda ham nimaga almashtirayotganingizni va o'zingizni, agar misol uchun sizning figurangiz kuchli bo'lsa, raqibingizniki kuchsiz bo'lsa, u holda figurangizni olib qochishga harakat qiling va figurangiz yana ham yaxshiroq kataklarni topishga harakat qiling. Agar ot kuchli bo'lsa, otni alishtiring. Raqibingizniki, agar sizniki kuchli bo'lsa, o'zingizni figurangizni saqlab qolishga harakat qiling va yaxshiroq pozitsiyaga olib boring. Mana shunaqangi taktikalar o'zi umuman mitshpilda juda ham ko'p. Yashirin shox bor, vilka bor, svyaska bor. Umuman juda ham ko'p bunaqangi holatlar. Hozir sizlarga birma-bir tushuntirish uchun juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Lekin asosiysi, mana asosiy narsalardan bittasini bir narsasini sizlarga tushuntirib o'tdim. Qolganini o'zingizlar sekin-sekin partiyalarni o'zingiz o'ynab bilib olasiz degan umiddaman. Yana bir keyingi darsliklarimda boshqa narsalar to'g'risida ham gaplashib o'tamiz, xudo xolisa. Hozircha esa mana shulardan iborat do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, darslik yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni yodingizdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Va Shaxmat olami kanaliga ham obuna bo'ling. Hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.